Oxiri chiqdim aka. Qo'yib yuborishdi. Muhimi shu. Zo'r bo'pti. Yur, qolganini ichkarida gaplashamiz. Shoshmang aka. Ha, Sizga bunisi berib qo'yishim kerak edi. nima? Aka, mana shu sizniki. Tushunmadim, Zafar. Mendan qarz olganing yo'q edi. Bu qarz emas. Bu Ha. sizning pullaringiz. Qanaqasiga meni pulim? Sizdan shu do'konni olishingizda hokimiyatdagilar 5000 so'rayapti deganmiz. Yolg'on gapirganman o'shanda aka. Ichkarida o'tirib rosa o'ylandim. Kimni haqqini yeb qo'ydim? Nega bunaqa ishlar boshimga tushyapti deb rosa his qildim. Xullas aka, birovni haqqini yeyish, yolg'on gapirish menga emas ekan, menga yuqmas ekan. Kechiring Yorqin aka. Qiyomatga olib ketib qolmasin. Aka? Tinchlikmi? Bor tarozini to'g'rilab qo'y.